Video reelslaringizda rekomendatsiyaga chiqmayotgan asosiy sabablardan biri bu videoda sifatsiz ovozdan foydalanishingizdir. O'zi ko'pchilik vaqtida o'ylab ham ko'rmagan bo'lsa kerak. Ko'plar ekonom qilaman deb yaxshi mikrofondan pul qizg'anishadi. Bunda bizda yechim bor. Reelslaringiz rekka chiqish uchun sizga professional, sifatli, simsiz mikrofon kerak bo'ladi. Boya. Tanishing, K2 modelligi ikkitali simsiz AirPods'lar kabi quvvat olingan mikrofon. Boshqa mikrofonlardan farqli tomoni ovozingizga hech qanaqa defektlarsiz qanday bo'lsa shunday yetkazib berish imkoniyatlariga ega. Tinimsiz ishlatganingizda 7 soatdan 10 soatgacha yetib beradi. Keysi bilan esa naq 3 marta qayta quvvatlantirsangiz ham bo'ladi. Minimalizm ko'rishga ega mana shunaqa petlichniy simli mikrofonlar ham komplektidan chiqadi. Nasatkalari ham bor. Bu juda ham qulay. Kompaktni prank videolar olsangiz mikrofon o'zi umuman ko'rinmaydi. Mana bunaqa mikrofon orqali yozsangiz ham bo'ladi. Petlichkasiz, buni displeylari ham bor. Displey videolarda status berib turadi. Farqi yo'q qaysi muhitda yozasiz. Shovqinlimi? Tinch joydami? Farqi yo'q. Muhim ovozingizni professional urovenda yozib beradi.